O'rtoqlar, ko'rib turgan joyingiz 10 sotixlik joy, yo'lda ustida joylashgan, yaxshi, hosildor, barakali biznes qilishga menimcha yaxshi sharoiti bor joylar. Mana ko'rib turgan joyingiz. Manzil Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Obod MFI, ya'ni Kalso desa ko'pchilik bilishadi. O'shandan 100 metr, 150 metr o'tgandan keyin mana shu yo'lning yoqasidagi uy. Yo'l yoqasidagi yer. Xullas, mana uyni yarmisini yana betdan bo'lib sotishyapti. Suv hammasi yaxshi, kommunalka, internetlar hammasi o'tgan, bemalol muammo bo'lmaydi. Mana ko'rib turgan joyingiz. Qarang, qanaqa joylar. Nima qilsa bo'ladi? Qanaqa biznes qilsa, menimcha yo'lda ustiga. Avtomoka qilsa bo'ladimi? Yoki oshxonami? Yo avto zapchastlarimi? Menimcha nima qilsa ham yo'l ustiga yarashaveradi deb o'ylayman. Bu daraxtlarni kesib chiroyli qilib berishadi. Mana masjidga nimadir biznesingizni, nimadir joy tushirsa bo'ladi menimcha. Mana yo'l usti ko'ryapsiz. Bu yoq To'ytepani sentrigacha 1,5-2 kilometr taxminan shunaqa. Aniq emas hali ham. Bu yoq Nurafshon, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, tegib turibdi mana Nurafshon. Moli xalaq berib turganini qarang. Hop, Toshkent dengizigacha 1-2 kilometr bor. Bu yog'i Oqqo'rg'on yo'li. Yo'l ustidagi joylashgan yer. Xudo xolasa olsangiz baraka topasiz. Mana bu tomondan ham ko'rsating. Qarang. Voy, bu yoqda Kalsoni sentri. Mana Kalsoni sentr joylashgan. Shundan 150 metrdan keyin bu yoq keladi mana. Bu yog'ana City. Cityni ham qarang, hammasi ko'rinib turibdi bu yerda. Ancha 1-1,5 kilometr nariyoqda. Toshkent dengiziga 2-3 kilometr taxminan bo'lsa kerak. Balki undan ham kam bo'lishi mumkin. Bu yog'i Oqqo'rg'onga qarab ketaverish. Mana ko'rasiz, yo'lda ustida joylashgan. Yaxshi joylar. Menimcha olsangiz baraka topadigan joylar. Dokumentlari ham yaxshi ekan, ozgina zaxmat joylari bor ekan lekin. Xudo xolasa kelsangiz, bularni ham batafsil gaplashib, suhbatlashib olasiz. Xolos, narxini 8,000 dan so'rashyapti. 10 sotixlik joy 8,000 dan so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari ham bor ekan. Albatta savdolashadi, sunnatiga o'tib beradi xudo xolasa. Mana ko'rib turgan joyingiz. Nariyoqgacha bo'ladi. 10 sotix. Xolos, bo'lib sotishga ham berilyapti, butunlay sotishga ham beriladi xudo xolasa. Bemalol savdolashib baraka qilib oling. Mana shu ko'rib turgan joylar xudo xolasa sizga nasib qilsin.